Qalbga kelgan g'alati ishora. Bir shaharda oddiy hayot kechiradigan bir yigit bor edi. U yomon inson emas edi. Odamlarga ozor bermas, halol mehnat qilardi, ammo ibodatlarga avvalgidek e'tibor bermay qo'ygandi. Kunlar bir-birini quvib o'tardi. Ish, tashvish, pul topish, odamlarning gap so'zi. Uning hayotida Allohni eslash uchun vaqt tobora kamayib borardi. Bir kuni kechqurun u ishdan uyiga qaytayotgan edi. Ko'chalar ancha huvillab qolgan, atrofda sukunat hukm surardi. Shu payt uning ko'zi masjid tomonga tushdi. Masjid eshigi ochiq edi. Ichkaridan Qur'on tilovat ovozi eshitilardi. U bir zum to'xtab qoldi. Nega to'xtaganini o'zi ham bilmasdi. Go'yo qalbida qandaydir tuyg'u uyg'ongandek bo'ldi. U masjidga kirishni xohladi, lekin keyin ertaga kirarman deb yo'lida davom etdi. Ammo uyiga yetib kelganida ham o'sha ovoz xayolidan ketmadi. U kechasi yotdi, lekin ko'ziga uyqu kelmadi. Birdan bolalikdagi kunlari yodiga tushdi. Onasi uni namozga uyg'otgani, Qur'on o'qishni o'rgatgani, yaxshilik qilishni tayinlagani. U anchadan beri bu narsalarni eslamagandi. Ertalab uyg'ongach, yuragida yana o'sha g'alati his paydo bo'ldi. U tahorat oldi. Uzoq vaqt davomida birinchi marta sajdaga bosh qo'ydi va hech kimga aytmagan bir gapni qalbidan o'tkazdi. Ey Alloh, agar meni o'zingga qaytarayotgan bo'lsang, menga yo'l ko'rsat. U hali bilmasdi. Bu oddiy bir kecha emas edi. Chunki o'sha kuni uning hayotida ketma-ket 3 ta g'alati voqea sodir bo'ldi. Ertalab uyg'onganida kechagi duosi hali ham yodida edi. U ishga otlanishidan oldin odatdagidek shoshilmadi. Bir necha daqiqa jim o'tirib, kecha sajdada aytgan so'zlarini o'yladi. Ey Alloh, menga yo'l ko'rsat. U bu duoni shunchaki aytgandi, ammo qalbining bir chetida javob kelishiga umid ham bor edi. Ishga ketayotib yo'l chetidagi eski masjid yonidan o'tdi. Masjid eshigi oldida bir keksa kishi o'tirardi. U yigitni ko'rib, birdan chaqirdi. Bolam, bir daqiqaga to'xta. Yigit hayron bo'lib to'xtadi. Meni chaqirdingizmi? Keksa kishi bosh irg'adi. Ha, seni avval ko'rmaganmanmi, bilmayman. Lekin bugun seni ko'rib bir gap aytgim keldi. Yigit jim turdi. Keksa kishi unga qarab, ba'zan inson qalbida paydo bo'ladigan bezovtalikdan qochishga harakat qiladi. Aslida esa o'sha bezovtalik uni yaxshilikka chorlayotgan bo'lishi mumkin, dedi. Yigitning yuragi tez urib ketdi, chunki bu gaplar kecha o'z boshidan kechirgan holatga juda o'xshardi. U keksa kishidan, "Siz buni qayerdan bildingiz?" deb so'radi. Kishi jilmaydi. "Men hech narsani bilmayman, bolam. Men faqat hayotda ko'rganlarimni aytdim." Yigit indamay qoldi. Keyin keksa kishi, "Bugun shoshma. Biror qaror qilishdan oldin Allohni esla. Ba'zan inson kutmagan joydan javob topadi", dedi. Yigit masjidga qaradi. Uning ichida yana kechagi tuyg'u uyg'ondi. Bu safar u ortga qaytmadi. Masjidga kirib, bir necha daqiqa yolg'iz o'tirdi. Keyin Qur'onni qo'liga oldi. Ko'zlari bir joyga tushdi. O'qigan oyatlari uning qalbiga juda qattiq ta'sir qildi. Go'yo kecha qilgan duosi javob olayotgandek edi. Ammo u hali buni aniq bir ishora deb ayta olmasdi. Chunki dinimizda har qanday tasodifni vahiy yoki aniq ilohiy belgi deb qabul qilish to'g'ri emas. Ba'zan qalbdagi uyg'onish insonni tavbaga, yaxshilikka va Allohni ko'proq eslashga sabab bo'ladigan bir imkoniyat bo'lishi mumkin. U masjiddan chiqdi, ammo shu payt telefoniga qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq qilayotgan odamni ko'rib u qotib qoldi. Bu inson bilan u yillar davomida gaplashmagan edi. Qo'ng'iroq qilayotgan odam uning bolalikdagi eng yaqin do'sti edi. Ular bir necha yil oldin qattiq ranjishib, aloqani butunlay uzishgandi. O'sha kundan beri bir-birlarining holidan ham xabar olishmagan edi. Bir necha soniya ikkilanib turdi. Keyin qo'ng'iroqni qabul qildi. Allo. Telefonning narigi tomonidan tanish, ammo biroz titroq ovoz eshitildi. "Menman." Yigit jim qoldi. Do'sti bir necha soniya gapira olmadi. So'ng, "Bilaman, oramizda ko'p vaqt o'tdi. Balki menga gapirish ham qiyindir. Lekin bugun seni esladim. Nega ekanini o'zim ham bilmayman." Yigitning yuragi yana g'alati bo'lib ketdi. Chunki kecha u sajdada, "Ey Alloh, menga yo'l ko'rsat" deb duo qilgandi. Bugun esa yillar davomida gaplashmagan inson birdan qo'ng'iroq qilgandi. Ammo u darhol buni mo'jiza deb qabul qilmadi. Shunchaki tingladi. Do'sti esa davom etdi. "Men sendan kechirim so'ramoqchiman." Bu gapni eshitib yigitning ko'zlari yoshlanib ketdi. U ham o'sha voqeani yillar davomida yuragida olib yurgan edi. G'ururi sabab birinchi bo'lib kechirim so'ramagan edi. Uzoq sukutdan keyin, "Men ham seni kechirganman", dedi. Telefonning narigi tomonida sukut cho'kdi. Keyin do'sti yig'lab yubordi. "Rahmat." Qo'ng'iroq tugagach, yigit masjid hovlisida uzoq vaqt jim turdi.
U birdan bir narsani tushundi. Ba'zan inson Allohdan katta bir belgi kutadi, ammo yaxshilik sari tashlangan kichik qadamning o'zi ham hayotimizni o'zgartirishi mumkin. U o'sha kuni do'stiga faqat kechirim bermadi, o'zining qalbidagi yillar davomida yig'ilib qolgan og'riqlikdan ham xalos bo'lgandek bo'ldi. Kechqurun uyga qaytgach, onasining eski sandig'ini ko'rib qoldi. U sandiqni anchadan beri ochmagandi. Ichidan eski suratlar, bolalikdagi buyumlar va bir nechta kitob chiqdi. Kitoblarning orasida kichkina bir daftar bor edi. U daftarni ochganda, birinchi sahifada onasining qo'lyozmasini ko'rdi. Unda atiga bir nechta satr yozilgandi. Yigit yozuvni o'qib qimirlamay qoldi, chunki bu yozuv aynan kecha qilgan duosiga juda yaqin mazmunda edi. U daftarni qo'lidan tushirib yuboray dedi, ammo eng hayratlanarlisi hali oldinda edi. Daftarning oxirgi sahifasida onasi yozib qoldirgan bitta gap bor edi va o'sha gap uning ertangi qarorini butunlay o'zgartirardi. Yigit daftarni qo'lida ushlab uzoq vaqt qimirlamay o'tirardi. Onasi uning yozuvlari orasidagi so'nggi sahifani qayta-qayta o'qidi. Unda onasi unga bir necha yil avval yozib qoldirgan nasihat bor edi. Agar qalbing bezovta bo'lsa, odamlarning eshigidan oldin Allohning eshigini qidir. Yigitning ko'zlariga yosh keldi. U bu gaplarni ilgari ham o'qigan bo'lishi mumkin edi, ammo o'sha paytda bu so'zlarning qadriga yetmagandi. Bugun esa hammasi boshqacha tuyulardi. Kecha u Allohdan yo'l so'ragan edi. Bugun esa bir necha yildan beri gaplashmagan do'sti qo'ng'iroq qilib, undan kechirim so'radi. Keyin esa onasining eski daftaridan aynan qalbidagi holatga mos keladigan nasihat chiqdi. U bir narsani anglab yetdi. U butun vaqt davomida g'alati ishora izlagan edi. Aslida esa eng katta ishora qalbining Allohga qaytishini xohlay boshlagan edi. U o'sha kecha yana tahorat oldi. Sajdaga bosh qo'yib, "Ey Alloh, meni o'zingdan uzoqlashtiradigan narsalardan uzoq qil. Meni to'g'ri yo'lda sobit qil. Agar qalbimda yaxshilikni intilish paydo bo'lgan bo'lsa, uni so'ndirma" deb duo qildi. Bu safar u hech qanday sirli ovoz yoki g'ayritabiiy hodisani kutmadi. Shunchaki tavba qildi. Ertalab esa hayotini asta-sekin o'zgartirishga qaror qildi. Namozlarini tartibga soldi. Onasiga ko'proq yaxshilik qilishni boshladi. Do'sti bilan yarashdi. Odamlarga yaxshilik qilishga harakat qildi. Oradan oylar o'tdi. Bir kuni u o'sha eski masjid yonidan yana o'tdi. Eshik oldida o'sha keksa kishini ko'rib, yigit jilmayib, "Siz o'sha kuni menga bir gap aytgandingiz. O'sha gapni hali ham unutganim yo'q", dedi. Keksa kishi, "Men nima degandim?" deb so'radi. Yigit, "Ba'zan inson kutmagan joydan javob topadi degandingiz", dedi. Keksa kishi jilmaydi. "Javobni men bermaganman, bolam, balki sen uni qalbing bilan izlagandirsan." Yigit masjidga kirdi. U endi bir narsani aniq tushungandi. Allohga qaytish uchun har doim katta mo'jiza kutish shart emas. Ba'zan bir nasihat, bir imkoniyat, bir kechirim yoki qalbdagi uyg'onish inson uchun katta burilish bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, banda qalbida yaxshilikka chorlov paydo bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Chunki insonning eng katta g'alabasi dunyoni o'zgartirish emas, o'z qalbini Allohga qaytarishdir. Hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana shunday manfaatli videolar chiqishini xohlasangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.